Alo, ha? Bugun ko'rishamiz dedingiz. Chiqib ketyapman. Hozir boraman mana, hozir 1 minut. Yo'q, men senga ishonaman, unaqa qilmagin lekin. Boraman, kelaman. Yo'q, tashlab ketmaysan. O'zi zarur ishingiz yo'qmidi? Bu dunyodagi eng zarur ishim sensan. Ketdik. Jo'ram uchun o'zim qon beraman. Jonga jon, qonga qon, jo'rajon. Bugun ko'rishamiz dedingiz. Kelyapsizmi? Ha, onangning. Men o'zim kelsam, o'rniga odam qo'yib ketaman. Anamdan qon olasizlar. Lekin men ilardan qo'rqaman. Sen bir qo'shiqni bersang yetadi. Hay Gitler. Qo'lingizga nima qildi? Ha, og'aynimga qon berayotgandim, sen chaqirding, keldim-da. Endi og'ayningizga nima qiladi? Qon topilmasa o'ladi-da. O'zi nima chaqiruvding? Shunchaki yaxshimisiz deb so'ramoqchi edim. Uy choy mana shu yetalam etsindan uram tuzalib ketadi. Keyin 2 oy o'rnidan turish mumkin emas. Ha jonim? Zerikib ketdim. Ha, 2 minutga boraman. Ha jonim, boraman mana, boraman. Doktor, yetilametsin birinchisini shunga o'zim uray. Hey, sen yop keldim. Nima bu? Birogov, zerikdim dedi ko'chanchi bir qo'pib olib keldim. Bu oddiy semichka emas, magazinchilar uchun zo'r semichka. Narxi ham yom bo'p, zo'r foyda qiladi. Dollar katta-katta, ta'mi ham zo'r. Biram mehribonsizda. Nima olmayaptilar? Telefoningiz yo'qmikan? Skuter so'lib qolarmikin? Ma boshqa dori so'rayotdingmi? Ertalab 9 da so'raganim, kech payt 2 bo'ldi. Endi vaqtim o'ldi, nima qilay? To'ydan oldin kerak emas narsani ham 15 minut topib kelardingiz. Endi bu ahvol. Ha, ishim bitta, eshigim suvdan o'tdimi? Nima sizlar erkaklar to'ydan keyin na aytganimizni qilasizlar, na vaqtida kelasizlar. Endi buni Einstein bilan Newton tiriltib kelsang ham javob bera olmaydi. Sana bir gel demedin hop. Oynay desem bahanalaring seni juda ko'p.